Akalar, Range Rover ishqibozlariga mashinamiz yillari 2016-yil ekan. Ajab bo'ldi. Mashina o'ta darholda turibdi. Qani ya, bismillah. Qani salonlarga o'tiraverdik. Mashinamizni mana Range Rover. Mashina полный panorama lyuk. Hop. Bu yoqdagi narsalarni ko'rib, odamlari bor ekan. Hop, mashinamizda 10% kosmetik narsalar uchun kraskasi bor ekan. Shuni holatini ko'rib turibsizlar. O'ta zo'r holda turibdi. Bu yoqdagi sarqollargacha yechilmagan ekan. Hop, mashinamizda Mashina nasib Mashinamiz narxlari $18,000 deyishyapti. Egalar bilan aloqaga chiqib gaplashaverasizlar akalar. Hop, bu Mivaydi Chazormi? Shunaqa Mivaydi deb olasiz. Bu 24-yil ekan, bu ham salkam maslar akalar. Mashinaga o'tsam qanday tez obzor qilib ketib qolaman-da, chunki mashinani qaranglar. Hop. Беспроводной зарядник. Parlarim вообще uдар. Men skurslar yaxshidim. Hop, mashinani holati bilan keyin вообще ideal holatda turibdi akalar. Ishqibozlar bo'lsa Vale. O bu yoqda molik hamma narsasini bor ekan. Mashinamiz bu ham yangi mashina mana ko'rib turganlaringdek. Bu Xitoyliklar nima qilyapti bilmayman. Mashina bu yoqdan qaragan odam savol. Sotildimi aka? Necha yil bo'libdi aka? 1,5. 1,5. Yil necha ekan? 98. 98. Ha, bo'ldi. 98. 1,5 ga ketdi. Qancha bo'libdi aka? 26,5. 2650 ga sotilibdi. Atchamiz. Biz o'zimiz mashinalar qaytib olishlar akalar. Ha, Range Rover holasidan bunisi lekin Range Rover. Xo'p, bu yoqda akalar bambalar o'tkazib yormanglar. Xo'p, mashinamiz narxlarini aytib o'tishimdan chiqib qolibdi. Narxlari $21,000 tushirib beramiz deyapti. Xo'p, akalar, mashinamizni Mivaydi shu o'ta uzoq ekan nomi. Ko'rsak aytgani. Hop, sal qiyinchilik bo'ldi. Hop, bu yoqqa bekish kerak. Bekkan. Bo'ldi, egalari u yoqda turibdilar. Hop, akalar, mashinamizni yurganlar 2000 probeg yurgan ekan xolos. 2000 probeg yurgan ekan xolos. Hop, akalar, mashinamiz yillari 2024-yil ekan. Mashinamiz narxlari kelgancha $29,000 deyishyapti. Hop, mashina kraskalar top-toza ekan. Shu pastdagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Bu nima bu akalar, nima bu? BMW. Xo'p, mashinamiz menimcha bu BMW M5. Sam i3 ekan. BMW i3. BMW i3 ekan.
Oysa bo'ladimi aka? Bitta salonlarni olib ketmasak bo'lmaydi buni. Chunki bu rahmat. Wow, konditsionerlar akalar, muzlatyapti mashina. Hop, mashinamiz salonlariga o'zlarining ahamiyat berib qo'ysalar. Mashina o'ta dar holatda. Hammamizga nasib qilsin akalar. Hoppa. Bu yoqda bular mashinamizni holatlar akalar вообще udar holatda turibdi. Chunki bu mashinamiz 2025 Mazda ekanda. Bu yoqda ham bayramlar bor. Zaryadniklar. Nomi nima buni? BMW i3. Akalar. İşte masla mashina. Shuna mashina qidirayotgan akalamizga. Mashina orqa bagajini ochib ko'rishdi. Hoppala. Bagajam voy degan aka. Bu yerga bitta 100 talik temir balon sig'adi. Bu mashina akalar. Lekin o'ta zo'r holatda turibdi. Mashina nasib qilsin hammamizga. Yoqqansa like bosib qo'yinglar akalar. Mashinamiz narxi 44 ming deyapsiz aka? Yo'q, 41 ming. Ha, 41 ming. Mashina narxlari 41 ming ekan. 2025 Mazda mashina. Xo'p, akalar, biz shu bilan videomizni yakunlaymiz. Videomizda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, so'raymiz akalar. Hop, kanalga yangi bo'lsa, obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Biz shu bilan videomizni tugatamiz.